Bolani oldirmasam bo'lmaydi. Hademay qornim bilinadi-ku, erimga nima deb tushuntiraman? Siz meni ham ahvolimni o'ylang. O'zi bahona ham topolmay qoldim oxirgi payti. Siz mendan kattasiz, biror yo'lini toparsiz. Men ham xato qilay demovdim-ku. Pesharamga tushib qoldi, nima qilay? Erim bilsa o'ldiradi. Nima qilib bo'lsa ham bu homiladan qutulishimiz kerak. Opa. O'zim ham boshim qotib qoldi. Hamma doktorlar yo'q deyapti. Bilmadim, opa, bilmadim. Bu doktoringiz ham aytdi-ku. Oldirmasak bo'lmaydi, opa. Gulmer? Asror aka? Xirga Tushunmadim. Nima deding? Asror aka. Nima deding? Menga qara, nima deding? Tushuntirmayman. Xullas. Kechiring. Menga qara. Asror aka, kechiring. Sani so'ypam. Asror aka. Baraka topmayman. Kechiring. Men shunaqa ishonch bilan jo'natdimmi sani? Kechiring. Asror aka. Jon, Asror aka, kechiring. Kechiring, jon. Sani. Sani. Kechiring. Sani. Jon, Asror aka, kechiring. Kechiring. Kechiring, xato qilmadim, kechiring. Jon, Asror aka, xato qildim. Voy, Asror aka. Kechiring. Sani. O'ldirib qo'limni qonga belamoqchi emasman. Jon, Asror aka, kechiring. Asror aka, kechiring. Iltimos, kechiring. Adashdim. Chiqib ket. Asror aka, jon. Asror aka. Oyi! Oyi! Oy, oching! Hech bo'lmasa siz meni eshiting, oyi! Oyi! Merosdan ham adashdim. Bitta erkakni aldog'iga chipma-chin ishondim. Oyijon, opamni oilasi buzilib ketadi deb o'ylamadim. Bilmagandim. O'zimni ham kuldek oilamni buzdim, oyi. Nima qilay? Ko'p pul topsam, qarzlardan tez qutulaman. Boy bo'lib yashayman deb o'yladim. Oy, kechiring. Qizimdan ham ayrildim, oyijon. Hech bo'lmasa siz meni kechiring, oyi. Oyi! Bolangizman-ku, oyi! Xudo deyishga ham arzimaysiz. Qizingiz shunchalar pastkash ekanligini bilmaganmidingiz? Aynan Xudo. Umuman bilmagan edim. To'g'ri tushuninglar. Bilmagandim. Bilganingizda, qornida bolasi borligini bilganingizda vaqtliroq ogohlantirib qo'ygan bo'larmidingiz? Yo, qornida bolasi yo'q bo'lib turib biza bilmaganimizda men ahmoq bo'lib yashab yurgan bo'larmidim u bilan? Kulgili gaplarni gapirasiz. Bilmay qopman, bilmay qopdi. Katta qizim o'sha yerda opa singil birga ishlaydi. Ancha yordami tegadi degan sizmidingiz? Men yo'q deyishimga, o'g'limni yo'q deyishiga qaramadinglar-ku. Noiloj ko'ndik biz.
Mana hunarini ko'rdik. Xudo to'g'ri tushuning. Meni o'zim ham umuman bunaqangi xayolga bormagan edim. Qizlarim pul top kelyapti deb yeb ichib o'tirgansizda, kiyinib, tillolarga ko'milib. Yo'q. Buni qarang-a. Ikkita qizingizam sizni yuzingizni yerga qaratib, xorijda bilgan ishini qilib yurgan ekan. Nahotki siz ona bo'lib shundan bexabarmisiz? Biz esa bu yerda kelinimiz bechora begona yurtlarda oilasi uchun ishlab yuribdi deb qancha xavotirda o'tiribmiz. Endi Xudo Asrorjon, agar kechirishni iloji bo'lsa, iltimos men yalinib Manga so'rayman. qarang, qaysi yuz bilan aytyapsiz kechirgin deb. Siz o'rningizga qo'yib ko'ring meni. Agar sizda shunaqa vaziyat bo'lganda kechirgan bo'larmidingiz? Asror, qo'y. Kechirim so'ramasinlar. Men xohlamayman u bilan yashashni. Men unga bormagin deb aytganman. Asror, Qolgan hammasini sudda hal qilamiz. O'sha meni uyimga kirgan harom pullarini tintinigacha qaytaraman. Chiqib keting uyimizdan. Asror. Oyi, eshitib o'tirasizmi bularni gapini? Chiqib keting uyimizdan. Qaytib kelmang. Eshitdingiz? O'g'limni gapini. Yana bir gap. Bundan keyin uyimizga kelmang. Mubinani ham biz siznikiga yubormaymiz. Shuni yaxshilab eshitib oling. Axir u ham meni nabiram. To'g'ri, nabirangiz. Lekin men Mubinani xuddi qizlaringizdagi tarbiya ko'rishini xohlamayman. Sizga boshqa aytadigan gapim yo'q. Sharmanda. Nimaga bu yerga chaqirding? Kimning uyi bu? Bir kechaga ijaraga oldim. Senga shu kerakmidi? Bir daqiqalik rohatni deb shunaqa ahvolga kelib qolganimizni ko'rib o'tiribsanmi? Shuni xohlaganmiding? O'zingga mayli. Meni oilamni ham barbod qilding. Bolalarimdan, erimdan ayirding sen. Seni o'zim bilan olib ketgan kunimga ming la'natlar bo'lsin. Eshityapsanmi? Nima qilmoqchisan endi? Ketaman. Ket. Menga boshqa qaytib qo'ng'iroq qilmagin. Tushundingmi? Opa. Siz ham mendan voz kechdingizmi? Hozir. Voy, kel bolam. Kela qol. Yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Ha? Tinchlikmi? Rangingda rang qolmabdi. Hozir yomon xabar eshitdim. Voy. Mubinaga biror narsa bo'ldimi? Yo'q, Mubina maktabda. Anavi Gulmira xorijda o'libdi. Voy, o'lmasa. Voy. Nima qildi? Hozirgi yashayotgan yeri bo'g'ib o'ldirib qo'yibdi. Voy. Voy bechora. Voy. Tinchgina. Oilasida yashasa bo'lardi-yu. Nima kerak bordi? Xorijga ketib. Akalari ham olib kelmaymiz deb rad etishibdi. Qaynanam qo'ng'iroq qilib rosa yig'ladi. Qizimni kechiring deb. Voy. Yomon ish bo'pti-yu. Mubinaga qanday aytamiz? Oyi, Mubinaga hozircha indamaymiz. Vaqti kelib o'zim tushuntiraman. Qilmish qidirmish deb. Shuni aytishar ekanda. Nimaiki qilgan bo'lsa, hammasiga o'zi sababchi bo'ldi. O'lgan odam to'g'risida yomon gap aytib bo'lmaydi, bolam. Meni qudam uylarga olib boribki, har holda kelinim bo'lgan. Xo'p, oyi. Mayli, men hozir bo'lmasam hozir kiyinib chiqay.